Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videomda Zavaga chiqish bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Obunachilar, qaranglar, Zavaga chiqish unaqa qiyin narsa emas. Hamma o'ta qiyin, ancha o'ynashing kerak deydi. Mana o'zim ham ko'taryapman, sizdan kelgandan beri Zava. Hop, mana ko'radigan bo'lsak, 46 kun bo'lgan bo'lsa, 14 kun ko'taribman. Ertaga Zava olaman, xudo xohlasa ertaga ham o'ynasam. 136 ball kerak degan. Assaminator 11 ga chiqsam beradi o'sha Zavani. 1300 talikdaman hozir. Hop, mana keyin bari kuchlilar tushadi deydiganlar uchun mana. Hop, 19 ta fel qildim. 19 ta. 20 ta. 20 ta. Shuncha mehnatim uchun bitta like va bitta obunani bosib qo'yishni unutmanglar.